Hammaga assalomu alaykum. 2-iyun kuni analizimizda boshlaymiz. Tak, har doimgidek ishlab bergan, ishlab bermaganini ko'ramiz birinchi bo'lib, keyin уже analizga o'tamiz. Tak, indeks dollar belgilagan joylarga kelmagan edi, yevro dollar тоже kelmagan edi, GBP USD kelmagan, AUD USD bu yerdan adashmasam тоже o'tmagan edi, yo'q, здесь нет. A вот ertalabdan уже ishlab olsa bo'lar edi, plus bizaga 1.3 уже ishlab bergan. Men kirishlarimni уже yopgan edim. Bitta plus есть в копилку. NZD USD ga analiz kelmagan edi, USD kat salgina qolibdi. Bugun ishlab ko'ramiz nasib bo'lsa. USD chef kelmagan edi, yevro GBP o'tvorgan zo'r, lekin qaytash bermagan. Bu yerdan ozgina ishlab ko'rsa bo'ladi, no u juda ham kech edi. A вот GBP NZD praktически belgilangan joyimdan yurishni boshlagan edi. Mana o'sha. Tak, bu yerdan nimamiz bor? Kirish nuqtamiz bor edi. Вот такой вот и вот так вот. 1.2 bor, 1.3 gacha harakat qilamiz ushlashga. Meni kirishim bizubitga turibdi. GBP out тоже bor edi kirishim. Hozirgacha уже bizubitga turibdi, no 1.3 ham bor edi. Ikkinchi kirish yana bitta plus. Tak, GBP out adashmasam bu yerdan ham yurib bergan edi. Da. Demak, ikkita plusni bu yerdan 1.3 aniq bor. Поэтому yana bitta plus qo'yamiz. И GBP NZD tepadan yo'q edi. Dальше GBP kat mana bu yerdan kirish bermagan edi o'zi aslida. Salgina kutib turish kerak edi, chunki impuls bor edi. Impulsdan keyin ko'pincha вот такой holat qilib berish kerak. Bu yerdan esa kirish qiyin masala edi, juda ham kech bo'lgan edi. Yoki ertachi nabarot. Dальше Euro out man stopi bilan o'tvordi, bitta minuschani yozamiz. Kecha kirish bo'lgan edi aslida. Yana bir marta o'tvorib keyin yurgan. Euro kat bu yerdan уже 1.12 ham ushlasa bo'ladi. Yana bitta bir qo'shamiz. Tak, bizga bitta minus, yana bitta plus bor. Euro NZD analiz bo'yicha kelmagan edi. Tillojon. Tak, tilloga aslida mana bu yerdan ham ishlasa bo'ladi, no analizga yo'q edi, поэтому qo'shmadim. Kumushjon тоже kelmagan. GBP GPI ga ham ishlasa bo'ladi. Ishlagan edim ham gruppaga ham yozuvdim. Gruppa o'quvchilarni gruppasiga yozuvdim. Euro GPI ga ham chiroyligina ishlab bergan edi. Даже bu yerdan kirgan bo'lsangiz ham 1.4 yurib bergan edi. 5 ta plus, bitta minus, kamida 1.3 yurgani kamida. Demak, birinchi chislodan 5 ta plus, bitta minus, 5 ta plus analizimiz bo'yicha. Yomon emas. Nasib bundan ham yaxshi harakat qilamiz. Tak, endi esa analizimizni boshlaymiz. Indeks dollar. Tak, indeks dollar ertalabdan ishlab olsak bo'lar edi. Bu yerdan уже даже foyda ham kirgan bo'lar edi. Endi esa S uchun variant bu yerdan ko'rib chiqamiz. B uchun variant chizilgan edi. Поэтому bu bilan harakat qilib ko'ramiz. Euro USD. Tak, variant qaytishiga salgina ishlab olsak bo'ladi, no mana bu asosiy variantni chizib berganman. Asosiy variant mana bular bilan ishlab ko'rish yaxshiroq bo'lar edi. Bular ishlab berish qiyin masala. GBP USD
GBP USD variant maydaroq borda, no riskli, ozgina riskli. Yaxshisi bu yoqdan bayga ishlab ko'rish. Qaraylik, bu yoqdan 1 qoldirdi, 2 qoldirdi, 3 qoldirdi, 4 qoldirdi. Hammasini bir yo'la olib ketish mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Out USD bizga уже yurib bergan, buni yo'q qilish mumkin. Bu yoqqa ham 1, 2, 3 to'rtta yig'ilgan. Ну, давайте bayga ishlab ko'rsak bo'ladi mana bu joydan. Attack sell uchun variant hozirchalik только mana bu joy bor. Boshqa variantni ko'rmadim. NZD USD. Sell uchun variant bor, buy uchun variantlarimiz тоже bor. 1, 2, 3. Mana bular bilan ishlab ko'ramiz. USD cat esa hali ham o'sha variant buyga ishlab olish. Istoriya bo'yicha biron nima yo'q ekanmi bu yoqqa. Tak. 4 soatligiga bo'mbo'sh. Bu yoqdan ishlash qaytishi salgina xatoroq. Может быть, mana bunaqa qilib beradi-da, qaytish ozgina kamroq bo'lib qolishi mumkin. Sellga ishlash variant только mana bu joy bor yana bitta. Kesayoqqacha. USD-chef variant buyga bor. Menimcha bu yoqdan buz o'tadi, shurush pastga ketib qolishi ham mumkin. Strategiya bu yoqdan ishlab ko'rishsak bo'ladi. Yevro GBP. Sell variant bor, bu yoqdan ishlab ko'rsa bo'ladi. Buy uchun variant как variant mana bu joylardan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Как variant. Menga to'g'risi yoqmayapti. GBP NZD ishlayapti, ishlab boryapti. Sell variant. Ras mana bu sell variant 2 deysa ham bo'ladi. Mana bu joydan ishlab olaydim. Может, salgina yana tepparoq ham chiqib qolish mumkin. Buy variant hozirchalik faqat mana bu. Bu уже ishlab boryapti. GBP out ishlab bergan, buni yo'q qilsa ham bo'ladi. GBP out yana o'sha variant. Boshqa GBP out, boshqa variant только mana bu joy bor. GBP cat. Bu yoqdan nimamiz bor? Sellga variant ko'rsatib berdim. Buy uchun variant ko'rsatib berdim. Все, boshqa variantimiz yo'q. Bu yog'i tim более USD, то есть Kanadadan novost chiqqan edi, o'shanga shunday taylab o'rgan edi. Protsentli stavkasi adashmasam bor edi. Euro out. Tak, bularni yo'q qilamiz, minuscha bor. Buy uchun variant bor, sell uchun variant to'g'risi unchalik yoqmayapti, harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Boshqa variantimiz yo'q. Eurocat tak ishlab bergan, buni yo'q qilamiz. Buy uchun variant hali ham bor o'sha. Sell uchun variant bor. Bu yoqdan yo buy, yo sell. Yo отсюда или отсюда попробуем поработать. Евро NZD. Buy uchun variant bor, sell uchun variant bor. Yangi joyimiz bor sellga. Bu yoqdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Boshqa variant ko'rganim yo'q. Tillojon hozir ham variant berish ehtimoli borda, no bizga gruppa yozdim. Mana bu yashil ham qizilga o't berish kerak, keyin kirish bo'lishi mumkin. Atak mana bu joydan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Sellga da variant qilsak bo'ladi. Keyingi bekat mana bu. Agar bu yoqdan yuravermasa, mana bu bekatdan harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Buy uchun variant bor, birinchi, ikkinchi variantimiz bor. Ikkita tomondan ham ishlab ko'rsak bo'ladi. Kumushjon. Tak, hali ham mana bu variantlarimiz bor. Sell uchun variant 3 ta qolib ketyapti, ehtiyot bo'lish kerak.
Ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa variant yo'q. GBP GPI. GBP GPI hali ham o'sha variant. Tak, mana bu variantda ham men qarab qo'yar edim. GP 225 nima beryapti ekan? Tak, давайте GBP GPI bilan ham mana bu joyga salgina e'tibor beramiz. No, ehtiyot bilan. Bunusni ham olib ketish mumkin. Sell uchun variant faqat tepaga. USD GPI. Bu yerda men уже hech narsa qilmaychi edim. Sell uchun variant bor. Buy uchun variant bor. Euro GPI. Tak, ishlab bergan. O'chiramiz. Yana bir marta как variant ishlab ko'rsak bo'ladi, no ehtiyot bo'lib. Ehtiyotgina. Sell uchun, buy uchun variant bor. GP 225 тоже bu atroflardan tepaga ketib qolish ehtimoli yuqori. Sellga buy'da faqat mana bu joyga qaraydim. Agarda GP 225 pastga ketib qolsa, demak mana bu uchovlari ham pastga ketib qolish mumkin. Birinchi e'tibor GP 225 ga beramiz. Shunday qilib analizimiz bor, analiz bo'yicha ishlayman va natijani harakat qilaman ko'rsatishga. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, chiroyli take profitlar bo'lsin. Omad.